Zokir aka, shu patsientga 60 sekund ichida plan lechini tuzib bering va taxminiy narxini aytib bering. Biza bu patsientda mikrodensiyalarni ko'rishimiz mumkin. Bizdan oldin qo'yilgan eski metall keramikalar mana shu sohada va qolgan tishlarni orasini ochuvligini ko'rishimiz mumkin. Bizlarning qiladigan ishlarimiz bu milklarni ochib chiqamiz. Chunki bizaga yoshiga nisbatan mikrodensiya bo'lgani uchun tishlarni kattaroq qilishimiz kerak. Keyingi qiladigan ishimiz bu chiskadan keyingi holatimiz, bu biza временный koronkalarni tayyorlab beramiz. Bu временный koronkalari liniya ulubkasiga, ya'ni kulgusiga to'g'ri proporsionalniy bo'lishi kerak. Eski koronkalarni yechib tashlaymiz va bu koronkalarning ustiga sirkoniy koronkalar qo'yamiz va hamma tishlarini sirkoniy koronka bilan qoplab chiqamiz. Mana endi ko'rishimiz mumkin, aytganimizdek milk holatidan kelib chiqib, biza tishlarni juda ham kerakli darajada kattaligini qo'yib olganmiz va bir xillikda sirkoniy koronkalarni qo'yib olganmiz. Shu ishimizga 1 oy vaqt o'tdi. Sizlar ham bu ish bilan bu ishni farqini ko'rishingiz mumkin. Shunaqa ish agar sizlarga ham kerak bo'lsa, bemalol menga murojaat qilishingiz mumkin.